Cobalt avtomobilida Pobeda signal ustanovka jarayoni ketyapti. Shogird bolalar uchun video qilyapmiz. Mana pastga tushganinglarda mana pastga tushib turgan yurish tomonni, shopir tomon, past tomonga mana o'rnatyapmiz. O'zib turmaydiga mana bo'lagiga qilib turib, mana teshikdan o'tkazib olib bo'lagiga qilib Pobeda signalini o'rnatdik. Pobedani o'zida korpusda massasi o'zida bo'ladi bularda. Malibularda ikkitali bo'ladi, bittasi massaga urasizlar. Bunda o'zida bo'ladi massasi. Bu qora simlari pilis bo'ladi, ikkovi ham. Bitta mono signaldagi pilisi, mono ikkinchi signaldagi ikkovi ham bitta qilib olib chiqib turib, relay 87 olib chiqiladi. Hozir ulanishini ko'rsatib o'tamiz. Malibularda unaqa emas. Malibuda ikkita tili bo'ladi. Ikki signalni bittasini massaga urasizlar, unda ham bittasini mana bitta qilib ikkovidan 87 olib chiqasizlar. Bittadan massaga urasizlar. Bunda o'zida korpusda o'zida bo'ladi, temirda bo'ladi minusi. Pilus chiqadi xolos, ikki qora pilus hisoblanadi. Bunga nariyadan signal relaydan pilus kelsa keyin cholaveradi. Minus o'zida bo'ladi, korpusda o'zida bo'ladi. Pobeda anaqalarda. Malibularda unaqa bo'lmaydi. Malibularda ikkita til bo'lgani uchun bittasini massaga, bittasini 87 olib chiqasizlar. Mana shu usulda mana bittasini olib chiqib ketganmiz tepaga. Fanarni mana yaxshisiz, tanarroq namada deyman-da. Mana mashindan shunda o'tib ketadi. Mana Pobeda signalda relay o'zi bilan bo'ladi, ko'proq keladi. Agar relay yo'q bo'lsa, oddiy shishali 5 tali relaydan qo'yasizlar, o'ziniki bo'lsa mana mashinada relay bo'ladi. Mana sinmani mana B'si pirus kirishi bo'ladi. S'si pastdan minus qilasizlar. Mana X'sini 87 hisobida ketaveradi signalni ikkoviga mana. Mana shu X'si mana relayda mana. Ikkovi signaldan hali hozir Pobedadan ko'rsatganimizni past bilan olib chiqib turib mana pastdan olib chiqib turib 87 siga mana ulaganmiz. 87 deyapman. Endi buni 87 emas. X ga ulab qo'yaman mana. Past bilan olib chiqqanman, uni kelishi. Qorasin bilan yatırgan bo'lsa mana bunday kelyapti-da. Bunday olib chiqib turib mana. Mana shu X mana temirning Pobedadan o'zini relasi bilan kelsa, ichidan chiqsa mana shu X ni ulasizlar. Mana 87 hisoblanadi, hisobda endi. Sizlar tushuntirishim bo'yicha. Bu S-sini mana maydan pastdan minusdan olganman. Tayyorlab o'tib turib mana S'siga olib kirib urib qo'ydim. Pastdan minus bu. Xohlagan yerda korpusdan urib qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin men akkumulyatorni o'zini olib qo'ydim. Mana minus, pastdan minus. Kuzatib olsanglar ham bo'ladi. Xohlagan joyda minus olib kelsanglar bo'ladi. Mana S'siga mana. Pastdan minus, 87 signali chiqish plus bo'ladi. Relaydan chiqish plus bo'ladi. Endi buni unga plus signal cholganda 86 bo'lib plus kiradi bunda. Endi bunda 30 bo'lmaydi, faqat 86 12 volt qilib qo'ygan mana. Mana shu B hisoblanadi, pirus hisoblanadi, 12 volt qilib qo'ygan pirus mashinga signal to'g'ani pirusi nariyada kurchatidan keladi. Shunda bunga kelib pirus buni pastdan minus akkumulyatordan kiradi. Buni so'yganda pirus kiradi, pirus kuchayib turib, undan relaydan kontak chaqqanda 87 bo'lib signalga ketadi mana. Mana bu signal to'g'ani kirishi B'si, mana shu kurchatidan kelyapgan bularda 86 deylik, bu B'da mana shu 30 bo'lmaydi bunda. Pastdan tok. Mana shu X'si 87, S'si pastdan minus hisoblanadi. Shunday ularasizlar Cobalt avtomobilida. Endi buning ulanishi mana mashina qanday kirishini ham aytib o'tamiz mana. Buni aytdik, pastdan minus primo bo'lasizlar. Buni 87 signal chiqishi bo'lsa, endi buni B'si qanday kelishi mana signal to'g'ani qanday kelishini hisobini aytib o'tamiz mana. Mana maydan radnoy signalidan, mana radnoy signal. Birinchi o'rinda mana ikkitali simni olib olasizlar. Mana teshikdan o'tdi. Ketyapti. Oq qism mana shu ichida ikkita sim ketgan. Mana shu oq qism ikki bo'lingan mana. Mana shu kelganini olib kelganmiz mana. Bittasini. Shuni prima mana shu aytayotgan 86 talik, to'rttali relay bo'lsa 86 yulasizlar. Bunaqa relay bo'lsa mana bir yo'lab qo'yasizlar, mana kirish bo'ladi. Shu kurchatdan nariyada kelish salondan. Mana. Bittasi mashinaga olib kelib relay o'rtasiga olib kelganman. Ikkinchi simini radnoy signali, mana radnoy signali bo'ladi. O ko'rinyapti degan bo'lsa. Mana ko'rinib turibdi. Mana radnoy signali mana shu. Mana shu stekini chiqarganman, mana ikkitali sim bo'ladi. Mo'st pastdan minus bo'ladi, radnoy signalda ham plus bo'ladi. Roldan signal cholganda через buni blok ichida, pardon blok ichida 80 relay bor, 87 bo'lib plus signal cholganda keladi bunga ham. Radnoy signali ham shunday cholinadi. Shu simidan plus olamiz. Kurchatni ichkariga olib kelib ketamiz. Bu pastdan minus qolaveradi. Aslida radnoy signalning ikkitali simidan plusidan bitta sim olamiz. Mana ikkitali simimizni salonga olib ketib, kurchatiga olib ketadigan ikkita sim bo'ladi. Kurchatiga ashuni bittasini radnoy signalni plusidan olamiz. Mana radnoy signalni plusidan olamiz. Cobalt, Spark, Cobalt
Shu mashinaga еще spark ko'proq Cobalt ikkoviga shunday qo'yaverasizlar. Qachon qo'ysanglar ham shunday qo'yiladi. Mana radnoy signalda mana plyus olyapmiz. Bittasini shunday kurchatib yapib bitasizlar ichkari salonga mana